olaman. Buni onamgacha men ketarli narsalar shu yerda cho'miladi. Hovliga-ya? Ha, onam men tabiat qo'yinida cho'milish yaxshi ko'radi. Onamga yoqish olaysizmi? Unda mashq etaylik, boring. Oyijon. Xo'p, cho'milib olasizmi? Narsangiz tanlab qo'ydim. Mantiqos qolmisiz? Kim bunaqa sovuq havoda hovlida cho'miladi? Tabiat qo'ynida o'g'ri. Ana, ko'ryapsizmi? Molsam ishonmaysizda siz. Uy tanlagansizda, stadionga qilmabsizda. Istiqlol san'at saroyi sahnasiga qilmabsizda. Maza qilib 4000 ta odamni oldida cho'miladi. Buni miyasini nasos bilan damlash kerak. Voy digosh, yangi qo'yni oldingizmi? Ha, kelin, sepizga bir mashina idish olib kelgandek sindiraverasiz. Yangi libos edishsizlar ekansiz. Ha, dugonam qo'yni olsa yangilik bo'ladimi? Azob, uqubat bu. Eshitiring. Voy digosh, rostdan, yengimi qanaqa ekan qo'ynagingiz? Nima bo'ldi? Xursandchilik bo'lsa sindiramiz dedi. Sindirdim. Oyijon chaqlab chiqdi ekan. Yerga urib sindirdingizmi? Ha, sizni xatoyingiz shu-da. Ha, bu boshga urib sindiriladi-yu. Men xatoyingiz to'g'rilang, borib, onamni oldida boshingizga urib sindiring, keyin xursand bo'ladi. Xursand bo'ladi-ya? Faqat boshingizga uring. Kangir torsa, tushuningizmi? Miya.